Namib qumluqi. Yer sharidagi eng qaqas joylarning biri. Quyosh egiz ko'tarilgan sari barliq jonliqlar quyoshning haroratidan o'zini yo'shirdi. Hammasi panohlandi. Faqat chumillarla buning sirtida. Boshqalar panohlanganda ularning hayotlik faoliyati amdila boshlandi. O'zini tozalash. Bu çöldeki qumning temperaturasi 70 Selsiya gradusga chiqadi. Chumillarning uzun putlari ularning badanini qum yuzidan yuqori ko'tarib, asldagi temperaturadan 10 necha gradus tuvan holat saqlaydi. Shunga ular to'xtamasdan harakat qilish kerak. Bo'lmasa, o'ljalar bilan o'xshash qismatga duchor bo'ladi. Ya'ni issiq o'tib holidan ketgan jonliqlarga o'xshash. Yemeklik izlash qarorini tezdan chiqarish kerak. Bu bek cho'nkan. Bu dal muvofiqkan. Chumillar holdan ketishdan burun cho'qim o'ziga qaytish kerak. Lekin ba'zi chumillar qaytish yo'lida ajallik to'zoqqa tushib qoldi. Bu konus shaklli o'raklarning har biri bir o'lim qopqini. Uning markazida rahimsiz bir yirtqich bor. Bu bo'lsa chumilxo'r harining lechinkillari. Uning zahar bilan to'lgan qisqichlari bor bo'lib, nihoyatda tuyuqsiz hujum qiladi. Ba'zi chumillar qechib qutula oladi, lekin chumilxo'r har lechinkisining boshqa taktikalari bor. U havoga qumdanchilarini etib, qum ko'chkini paydo qildi. Bu o'lim qopqinining tomlari tik bo'lg'achqa qum ko'chkini chumilni ostiga tushiradi. Bu holatda qechib qutulish mumkin bo'lmaydigandek ko'rindi.